Assalomu alaykum barchaga hurmatli gul ishqibozlari. Bugun yana petunya gullarimizni ko'rsatishga qaror qildik. Bugun 9-aprel haftani chorshanba kuni. Bugun do'stlar ancha terdik. Ancha tashkilotlar kelishdi, terib berdik. Xo'p, bu yerda gullarimiz nari tarafga abutib qo'ydik. Shafronlar oz qoldi. Salviya bo'lgan, u ham ozgina qoldi, u tarafga o'tkazib qo'ydik. Endi bu yerdan yana stakan solishni boshlayapmiz. Bu yerga ham ekadigan urug'larimiz bor. Shunga tayyorlayapmiz. Kimga qolip kerak bo'lsa, qolipda solishyapti do'stlar. Qolip xizmatimiz hali ham davom etyapti. Tayyor qoliplarimiz bor. 108 tali. Do'stlar, mana shuni bugun 3 ta qiz hozir nari teplitsaga ham solishdi. Bu ilgari solingan. Bugun 3 ta qizimiz ham gul terib, ham boshqa ishlarni qilib 13 mingta solishdi. O'zim hisob kitob qildim do'stlar. Xo'p, gulga o'tadigan bo'lsak, qizillarimiz mana ertalab bir terildi, yana ochildi. Bu taraflarimizni ham bir marta terdik, yana ochilishni boshladi. Siyoh ranglarimizni terib sotdik, oqlarimizni terib juda ko'p ketdi bugun oqim. Mana bunday rang ham yaxshi ketyapti do'stlar. Bardovoy rang ham ancha terildi bugun. Xo'p, bizning manzilimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumanida do'stlar. Kimga mana shunday gullardan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar, chiqarib yuboramiz. Bugun ham Angrega chiqardik. 3 korobka, Jizzaxga chiqardik. 6 korobka. Obunachilarimiz, klientlarimiz so'rashgandi. Arzon narxda chiqarib yubordim do'stlar. Xo'p, mana ertaga o'zimizga terib qo'ydik. Hozir bir chekkadan ko'rsataman. Oq ranglarimiz. Yarki oq. Ostida bardovoy turibdi. Unda cheri pomidor sotuvda bor. Mana do'stlar, buni ertaga o'zimga bozorga tergizib oldim. Bu terib ketgandan ham olib chiqib ketishibdi. Qizillar. Gultoji xo'razam ancha massaga kirib qoldi. Rayhon, qaro rayhonimiz. Shafronlar oxirini olib chiqyapmiz. Mana shunday qilib terib qo'yishibdi biz qizlarimiz. Bu rangdan bor. Mayda sabachka gullarimizdan ham terib qo'yishibdi, nariga teplitsada. Miksidan sepilganda har xil chiqyapti. Shunaqa do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga gul kerak bo'lsa, kimga qolip kerak bo'lsa, kimga xrizantema globus kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar do'stlar. Nomerimni yozib qoldirib qo'yaman. Va keyin bu yil 2025 ga kim shunday gul bilan shug'ullanadigan bo'lsa, urug'larimiz ham bor. Urug' ham sotamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.